Assalomu alaykum. Hurmatli kuzatuvchilarim. Xudo xolasa mana montajlab bitdi. Chortoqdagi obyektimiz. 160 kvadrat ekan. 150 deb adashibmiz. Hop, mana bu hozir mana obzorini qilib beraman. Hop, mana bu kiraverishimiz. Hop, mana chopli pollarni to'qib qo'ydik. Chotga qilib. Mana bu yerga Tim firmasini kollektorini uстановка qildik. Mana kranlar ham latuniy pakla iplar bilan ishlatib, shtobali suv tommasligi uchun. Aslida men kollektor qo'ydik. Mana har bir ketgan metrajini mana yozib chiqdik. Ularni keyin formirovka qilib ularga yopishtirib chiqiladi. Topshirib turganda. Hop, mana 3 barrelga yaqin suv bosim berib qo'ydik. Konkretni turibdi. Hop, mana bu birinchi spalnimiz, kattalar spalnisi. Bu hammomda ichi, mana hammomda ichigacha to'qib qo'ydik. Konkretni bo'ldi. Mana взрослый spalni. Buni yonida kuxnyamiz. Mana bu kuxnyani mana montajlarni qilib, chotga qilib montajlarni qilib qo'ydik. Bu chekkasidan 60 sm joy tashaldi. Sababi mebel bo'ladi. Mebel keragi yo'q. Bari issiqlik boradi. Ertadan keyin bir narsa qotirsa, mana turbalar teshib qo'yishi mumkin. Keyin mana e'tibor bering, mana bu devor tomonida 10 sm dan to'qidik. Arasi 3 qator pashtigina. 1 2 3 4 ekan. 5 pashtigina. Mana bu qatorlari, shu mana oynadan kirgan suvni ko'proq issiqlik ushlash uchun. Ulitka ustida to'qildi. Mana bu hovur. Holam xuddi shunaqa holatda mana ishlaydi, kiraverishda. Arasini 10 sm qilib to'qildi. Hop. Endi mana qaranglar, kollektor uzoq bo'lganligi sababli ustiga qoplamasini kiygizib, o'tib bizga issiqlik faqat shu xonani o'ziga yetib kelish kerak-da, yo'lda batarya bo'lmasligi kerak. Mana eshikda mehmonxona. Mehmonxonani mana montajlarni qildik. Mana shu mehmonxonamiz ham o'sha siz ko'rgandek o'sha boshida 10 sm dan qilindi arasi. O'zi 20 dan to'qiladi. Sababi uni devorlarda chekkasida romlar bo'lgani uchun mayda qator to'qilsa, shu issiqlikni yaxshiroq beradi, shu sovuq kamroq kiradi. Hamma xonalarga mana intensiv datchikka joy tashlab ketdik. Mana konkretni. Hop, endi bunimiz spalni. Spalni ham bo'ldi. Hammomda o'rtasiga to'qib qo'ydik. Sababi kanalizatsiya bo'lmagan ekan. Keyin u mana 3 ta turba sovuq suv, issiq suv, ikkita retsirkulyatsiya bo'ladi. Boiler qo'yiladi podvalga, shuning uchun. Bu detskiy qizlarning xonasi. Даже mana o'tib ketgan, o'rtadan trassa o'tib ketgan turba ham mana qaranglar. Ko'k sovug'ida ikkita qizil retsirkulyatsiya issiq suv. Bu xona ham xuddi shunaqa bo'ldi mana. Ustiga qoplamalar kiygizib, mana shu qoplama orqali shu xonaga yetib kelganda shu yerdan anaga isitadi xolos. Shu batarya bo'lmasligi uchun. Bu ekonom deyiladi. Hop. Mana turbalarimiz koreyskiy. Seul mana Koreya yozilgan. 95 plus 95 grad maksimalni deyilyapti. 8 atmosferagacha bosimda ko'taradi. Mana rabochiy anaqasi ishlashi 1 2 4 barrelgacha. Lekin 5-8 barrelgacha, chunki zavodda bular tekshirilgan. Keyin bu turbalar koreyskiy. Koreyskiy turbaning nimasi yaxshi? Haligi misol
turba buklanib qolishi mumkin. Shu buklanib qolganda mana turba. Mana hozir mana buklaymiz. Mana qarang. Mana shu yerda sindi. Endi mana shuni mana fen orqali qizdirilsa, bu singan yo'q, o'zini holatiga keladi. Bu turbalar shunaqangi koreyskiy vishi kачествоda chiqarilgan. Mana hozir misol juda ko'p masjidlarda ham, katta obyektlarda ham shu koreyskiy turbani ishlatyapmiz. 50 yil garantiyasi bor. Keyin mana Penaplekslar mana 5ligini qo'ydik. Sababi qancha qalin bo'lsa, o'shancha yaxshi mana 5lik. Mana diferent lentani ham mana reklamasi chiqib. Diferent lenta обязательно qo'yish kerak. Sababi mana suv isiganda beton kengayadi, kengayganda taram bo'lib yorilib ketmaydi shu quyilgan steshga. Shu diferent lenta shuningdek kengayganda yordam beradi, qisiladi. Soviganda yana qo'yib yuboradi. Beton shunaqangi o'zining xususiyati bor. O'sha Tin firmasini garantiyali talonlarigacha bor o'sha kollektorlarni. 12 talik kollektor. Tasavvur qiling, mana oldin 160 kvadrat joyga 3 ta kollektorlar qo'yib ishlardik. Hozir mana bitta kollektor bilan 12 talik kollektor bilan siz общий mana shu 160 kvadratni bemalol isitib beradi. Bu uyda egasiga ham foyda tomondan cho'ntagiga kam rasxod. Misol 3 ta 4 ta kollektor qo'yib rasxodni ko'paytirgandan bitta kollektor qo'yib hamma tomonlama ham o'ziz o'ynaqaysiz injeneriya, santexnika yo'nalishiga yaxshi, ham rivojlanish. Hammaga omad. Yoqqan bo'lsa like va podpiskalar bosib qo'yasizlar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Dilshodjon santexnik Qo'qondan xizmatdamiz. Bemalol обращаться qilaverishlar telefon qilib.